Bugun biz Minecraft dunyosida mingdan ziyod TNT'larni portlatib ko'ramiz. Va do'stlar, shuni aytib o'tishim kerakki, bizning kanalimizda naqd 98% odam obuna bo'lmasdan videolarimizni ko'radi. Keyin shuning uchun do'stlar tezroq kanalimizga obuna bo'ling. Mana qiziqarli kontentlar chiqishi uchun. Va ushbu videodagi obzor qilingan mod Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanal silkasini esa opisiyadan topishingiz mumkin. Demak do'stlar, 1.24 versiyada kattagina kartada TNT'larni portlatamiz do'stlar. Bu yerda juda ko'p TNT'lar. Hammasini portlatishga harakat qilamiz. Agar hammasiga ulgurmasak, 2-3 qismga bo'lishimiz ham mumkin do'stlar. Demak, biz birinchi navbatda tanishib chiqamiz. Demak, bu yerda normal TNT'lar deb qo'ygan, ko'rib turibsizlarki, mana misol uchun hammasi normal TNT'lar. Ikkinchisi esa good TNT'lar. Bular menimcha, mana fikrimcha bular kislotali TNT'lar bo'lsa kerak. Mana fikrimcha, chunki ustida qanaqadir yashil narsalar bor. Uchinchisi esa Doomsday, ya'ni juda kuchli TNT'lar bular qalay do'stlar. Даже pastga ham bo'lmaydi. Bu juda kam ekan. Keyin bu dinamitlar do'stlar, bularni kishilish ham shart emas do'stlar. Eng bular boshqa qo'shimcha narsalar. Demak, biz normal TNT'lardan boshlaymiz. Birinchi navbatda o'zimizga keraklilarni olib olamizda. Все, endi do'stlar biz birma-bir portlatib chiqamiz. TNT 5x deyapti do'stlar. Demak, bu 5 tali TNT. Let's go. Do'stlar, vaqti ham juda ham kam ekan. Ajoyib do'stlar. Demak, hozirgi FPS'imizni ko'ramiz do'stlar. FPS'imiz 563, maksimal FPS 600 desak bo'ladi, o'rtachasi 400 FPS desak bo'ladi. Ajoyib hozircha. Minimal ajoyib grafikada hozircha ishlayapmiz. Demak, ikkinchisi, demak do'stlar, 20x li TNT, ya'ni 20 ta TNT jamlanmasi. Shu demak, juda asta portlayotgan do'stlar vaqti. Juda ajoyib. Endi uchinchisi esa 100x, ya'ni 100 tali TNT tasavvur qilinglar do'stlar. 100 ta TNT, misol uchun mana bu yerda qizil TNTlarning 100 tasi portlayotgandek bo'lamiz hozir. Okean oldiga portlatdik. Demak, sal uzoqroq turmasak bo'lmaydi, chunki bu 100x li TNT. Qani. Do'stlar, yo'qolib qoldi, qanaqadir yomon emas. Demak do'stlar, 500x do'stlar. Bunaqa TNTni xuddi hozir mana bunaqa TNTdan 5 baravari desak ham bo'ladi do'stlar. Endi tasavvur qiling, buni uzoqroqqa portlatib ko'ramiz, keyin rezultatini ko'rishimiz uchun. Let's go. Do'stlar, hozircha qotmayapti. Cho'chqa oldida turibdi. Yo'q bo'lib qoldi. Vau, do'stlar, portladi. Do'stlar, mana bu narsadan 5 baravar, balki 10 baravar kuchlidir. Juda ajoyib do'stlar, 500x TNT yomon emas. Endi do'stlar, biza demak, Cobblestone House, endi biza uyli TNTlarni sinab ko'ramiz. Menimcha bular uy paydo qilib bersa kerak, demak toshli bo'lsa kerak. Pastiga o'xshab, mana toshli ekan do'stlar. Aytgandek, bu oddiy uylar paydo qilib berar ekan, uyli TNTlar. Mana bunisi yog'ochli, mana bunisi qishli TNT deyapti mana. Brick house va wood house. Ajoyib. Sunduqlar ham bor ekan, sunduqlarida ichida yo'q ekan bular. Mana shunaqa uylar TNTlar ham bor ekan va do'stlar digging TNT, ya'ni chuqur qazish TNT bo'lsa kerak do'stlar, hozir ko'ramiz. Qazib ketsa kerak bu pastga qarab. Bitta blok va do'stlar, bitta blok bo'lishiga qaramasdan chuqur qazib tashlabdi do'stlar. Kerak 100 ta yoki 200 ta blok qazigan bo'lsa kerak. Endi do'stlar, boshqalarni ham sinab ko'rmasak bo'lmaydi. Digging, endi esa drilling, ya'ni bulg'ulash TNTni sinab ko'ramiz. Demak, drillingni sinab ko'ramiz. Drilling endi qazish TNTsi do'stlar, bundan ancha farq qiladi. U pastga qazib ketadi, ancha farq qilmaydi. Просто blokda farq qilar ekan. Bu bitta blok qazib ketsa, mana bu esa ancha blok qazib ketar ekan. Bo'ldi, yomon emas do'stlar. Bo'ladi. Demak, Sapphire. Sapphire TNTsi. Demak, ko'ramiz bu qanaqa ekan. Vau. Bu demak yomon emas. Sapphire endi esa Floating Island. Demak, endi do'stlar, mana mashiga portlatib qo'ysak, Island paydo qilsa kerak, ya'ni olol paydo qilsa kerak do'stlar, ko'ramiz. Vau do'stlar, demak bu tepada orol paydo qilib berar ekan do'stlar. Bu oddiy orol ekan. Floating Islanddan keyin Okean TNT. Bu endi Okean TNTni do'stlar, biz okeanda portlatmaymiz-ku okeanni. Shuning uchun buni tekisroq yerda portlatish kerak. Mayli, mashiga portlatib ko'ramiz. Qaqas chuqurcha qazib qo'ydik 500x li TNTni deb. Mana shu joylarga yaxshi. Do'stlar, bu daryo emas, ko'l emas, okean ekan bundan. Vau, do'stlar, bu uncha ham katta emas ekan, lekin do'stlar, suv paydo qilib berar ekan, juda ajoyib. Suv hayvonlari ham bittada paydo bo'ldi, spawn bo'ldi. Yomon emas do'stlar, juda ajoyib. Demak, kech tushyapti do'stlar. Hozir biz time set day qilamiz va do'stlar, kech tushmasligi uchun Gamerol dodaylik first qilamiz. Sizlarga layfhack. Mana bu to'xtab turibdi. Normal time set bu 10,000 menimcha. Endi okeandagi Hellfire TNTsi, buni TNTni sinab ko'rishimizdan oldin bir yaxshiroq joyga tushishimiz kerak. Chunki bu Hellfire degani bu, demak, bu olovli TNT. Vau do'stlar, effektlari ham bor ekan, ajoyib, yomon emas. Vau do'stlar, bu demak Nether olam TNTsi desa ham bo'ladi. Vau do'stlar, bu gazlar ham paydo bo'lar ekan. Demak, keyingi TNTimiz Fire TNT do'stlar. Fire TNT menimcha albatta endi olov TNTsi bo'ladi. Menimcha bu olovli hudud hosil qilsa kerak. Demak, let's go. Bunday o'ziga yarasha noodatiy effekti bor ekan va do'stlar, Fire TNT yomon emas. Kichkina joyini fire qilib tashladi, ya'ni olov qildi. Bu yomon emas do'stlar.
lekin menga nisbatan mana bunisi kuchliroq va yaxshiroq ekan do'stlar. Misol uchun survival qilayotganda yoki challenge o'tkazayotganda mana shu Hellfire TNT'si yaxshi deb o'ylayman. Albatta do'stlar, bu TNT'larni biz Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telegram kanal silkasi описаниеda bo'ladi do'stlar. Demak, keyingi TNT Snow TNT, ya'ni bu qorli TNTga deyapti. Demak, ko'ramiz bu xuddi menga o'xshab qorli makon hosil qilsa kerak va mana taxminga ko'ra qorli makon hosil qildi. Bu ham yomon emas. Demak, keyingisi Freeze TNT ajoyib muzli bo'lsa kerak yoki bo'lmasam boshqa narsa. Wow, muzli ekan. Niye bishindi bo'lsa, daraxtlarni ham muzga aylantirib tashlabdi, yomon emas. Men misol uchun daraxtlar bunday bo'ladi-ku, bunday hech muzli daraxtlarni ko'rmaganman-da. Juda ham ajoyib. Bu oxirgi normal TNTlar hisoblanadi. Ulgurmaymiz, faqat shu qismini portlatib ko'ramiz. Qolganlarini keyinroq sinab ko'ramiz. Hozir bizda yana 2 va 3-qator TNTlar ham mavjud. Demak, mana bu yerga portlatib ko'ramiz. Demak, bu Vaporize TNTsi ekan. Qandaydir va do'stlar bu bu do'stlar, demak bu qandaydir portlamaydi. Bu qanaqadir Vaporize bug'lanish TNTsi ham desak bo'ladi. Qanaqadir bu kuchli tarzda bug'lanadi-da, atrofidagi barcha monsterlarni yoki bo'lmasam o'sha jonli narsalarni o'ldirishi mumkin. Bu ham xavfli desak ham bo'ladi. Demak, gravitatsiya TNTsi bu menga qiziqarli va o'ziga yarasha effekti ham bor ekan do'stlar, noodatiy effekt. Qani ko'ramiz. Wow, do'stlar o'ziga tortadigan uchib yuborar ekan. Yomon emas, bu portlamaydi, prosta o'ziga uchib yuborar ekan. Demak do'stlar, qaranglar. Biz hozir bitta Iron Golemni sinab ko'ramiz. Demak, Gravity'ni oldiga shunday portlatamizda 1, 2, 3 ta qaranglar, to'rtta qilamiz. Wow, do'stlar uchirib yuborgandi. Juda xavfli do'stlar. Yana uchirib yuborar ekan do'stlar. Yo'q bo'lib qolgandan keyin o'lirar ekan do'stlar, qaranglar. Ketdi, bo'ldi. Bularga golemlarga foydasi yo'q, tepaga tushdi. Mayli. Demak, keyingi Gravity-ning, ya'ni bu chaqmoq TNTsi desak ham bo'lar ekan. Buni mana bu atrofdagi sinab ko'ramiz. Effekti yo'q ekan, o'ziga yarasha. Wow. Misol uchun buni wow. Chaqmoq uzoq muddatda chaqmoq hosil bo'lar ekan do'stlar, yomon emas. Demak, buni misol uchun qaysi bir shorts video yoki videolarda, misol content makerlar bo'lsa, buni misol uchun Herobrine chaqirishda foydalansa ham bo'lar ekan, yomon emas do'stlar. Demak, Liquid'dagi Kubik TNT buni demak, buni ham o'ziga yarasha effekti yo'q, lekin nafasi noodatiy ekan. Demak, bu kub shaklida portlatar ekan. Qisqaroq yerga portlatamiz. Kubik shaklda portlar ekan. Mana ajoyib. Kubik yomon emas. Demak, ini floating, ini bu uchadigan TNT ekan. Uchadigan 200x TNT desak ham bo'ladi yoki 100x TNT desak ham bo'ladi. Yaxshigina portladi. Demak, mana bu TNT Firewall ekan, bu tepaga uchatda bom ana shunaqa. Aytganimcha o'zi ham qo'ydim. Wow do'stlar. Ajoyib do'stlar. Buni borku challenge'larda qo'llasa borku, ayniqsa qiziqarli challenge'larda qo'llasa, masalan, qochish yoki bekinmachi yoki boshqa challenge'larda qo'llasa juda ham qo'l kelar ekan bu. Demak, keyingisi bu ham Firewall ekan do'stlar, yomon emas. Bu ham uchadi va albatta boshqa chora bo'lsa kerak. Bu demak stand ekan. Bu demak qumli Firewall ekan. Arrow TNT, ya'ni bu o'qli TNT bo'ladi do'stlar, qaranglar. O'qli. Demak, juda ham ajoyib do'stlar. Kelinglar buni 3-4 marta portlatib ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Wow do'stlar, juda ham ajoyib, yomon emas. FPS hozircha 100 FPS ga tushib ketganini qaranglar do'stlar. Endi do'stlar bu oxirgi qator deydi, normal TNTlar uchun. Qolganlarini keyinroq sinab ko'ramiz. Keyinchalik good TNTlarni sinab ko'rmaslik bo'lmaydi. Bular juda qiziqarli men uchun. Let's go. Mashina o'zini sinab ko'raveramiz. Wow! O'ziga yarasha effekti va noodatiy ekan do'stlar, juda ham ajoyib, menga yoqdi effekti. Demak, bu global distansiya ekan bu do'stlar. Do'stlar, bu mening uchun nima? Gravitatsiyani o'zgartiradi. Bo'lishi mumkin emas do'stlar. Juda ham ajoyib. Do'stlar, juda ham katta portlatib oldi. Mayli do'stlar, endi Heaven's Gate. Do'stlar, bular men kislotali yomg'ir qiladimi yoki kislota qiladimi deb o'ylasam, ular sal boshqacharoq ekan. Bu yashil narsa boshqa. Buni ham effekti o'ziga yarasha boshqacharoq ekan do'stlar. Yomon emas. Ko'ramiz. Demak, wow do'stlar, bu ham orol paydo qilar ekan. Ham do'stlar, demak, ham orol ham portlatar ekan do'stlar, juda ham ajoyib. Demak, orolchasida demak, bitta uy ham bor ekan do'stlar, yomon emas. Demak, Heaven's TNT, ya'ni Hell's Gate ko'ramiz. Bu hozir Heaven's Gate ko'rdik. Hozir ko'ramiz do'stlar. Mana rasmini ham ko'rib turibdi do'stlar. Neza orol. Wow do'stlar, effekti menga yoqayapti shu joyni. Demak, ko'ramiz, ajoyib. Va do'stlar, mana taxmin qilganimizdek, bu yerda Heaven's Gate, Hell Gate demoqchi edim do'stlar. Demak, bu yerda uy bo'lsa kerak, uy yo'q, prosta bu Nezed olamdagi lavalar ham bor ekan, yomon emas. Demak, mana bu yerda God TNT do'stlar ham God, ya'ni ajoyib TNTlar ekan. Ham o'ziga yarasha effektlari ajoyib, ham nima deydi, noodatiy va juda ham ajoyib
hodisalar yuz berar ekan bu TNT'lar deb. Mankins TNT, endi buni bilmasam qanaqa TNT bo'lsa kerak. Uni portlatib ko'rmasak bo'lmaydi. Demak, Mankins qanaqadir uy rasmi bor. Wow. Aha, demak do'stlar, bu hech qanday portlash bo'lmaydi, prosta uy ekan. Yomon emas, juda qulay, juda ajoyib uy ekan. Shadow ham yomon emas do'stlar. Wow. Yomon emas do'stlar. Vashi shinamgina uyda do'stlar, balkoni ham bor ekan. Shinamgina uy. Juda ham ajoyib. Hozir bundan ham portlatib yoramiz. Demak, Posted Hill bu endi sal boshqacharoq. Demak, sal boshqacharoq va g'alatiroq desak ham bo'ladi. Oh, yomg'ir yog'di. Menimcha bu TNTni hodisasi bo'lmasa kerak yomg'ir. Bu TNTni hodisasi emas ekan, demak bu do'stlar okean ekan. Wow. Bu o'ynagiga nisbatan do'stlar kattaroq ekan, do'stlar, visual clear qilmasak bo'lmaydi. Ajoyib. Do'stlar, bu bo'ynagiga nisbatan kattaroq okean hosil qilar ekan. Yomon emas. Endi demak, Mankatis Posted endi do'stlar Higgs Headland. Bu nomi ham o'ziga yarasha g'alati. Wow, effekti ham o'ziga yarasha g'alati ekan do'stlar. Ajoyib. Hozircha kompyuter qotmayapti do'stlar, normalniy. Wow, demak bu kubik TNTga o'xshaydi, faqat sal kattaroq kubik ekan do'stlar. Demak, Posted Higgs endi do'stlar, mana bu Mountain Top, menimcha bu tog' hosil qilsa kerak. Mountain Top. Removal. Bu removal deyapti do'stlar. Olib tashlash ekan, bilmadim. Menimcha balandlik ko'p olib tashlasa kerak, yana bilmasam. Qani. Bo'ldi, balandlikni olib tashlagan, tiks qilar ekan yerni. Ajoyib, bu ham yomon emas do'stlar, menga yoqdi. Dust Bowl. Demak, Dust Bowlni ham ko'rmasak bo'lmaydi. Bu qanaqa rasmi? Qanaqa o't rasmi, tayoqda rasmi. Effekti ham noodatiy va do'stlar, bu tayoqli hosil qilar ekan. Demak, qo'ylar o'lmadi, demak bu xavfli emas, prosta hosil qiladigan narsalar ekan. Demak do'stlar, ajoyib. Endi do'stlar, biz hozir bitta obod olmaymiz, tanlaymiz eng qiziqarlirog'ini. Demak, mana bu qiziqarli bo'lyapti menga. Demak, Tesla bomba yomon emas. Reset TNT, wow, juda ham ajoyib. Reset TNT ham bor ekan. Okay, Snow Flower Forest, Bullet of Wolves. Wow, mana bu. Demonis Present Lucky Gold. Lucky Good. Bu demak Lucky TNT, ya'ni bu Lucky TNT portlatgan paytimiz mashinaga xohlagan nima desa bo'ladi. Mashinadan birontasi chiqib qoladi-da, bu Lucky TNT da mashinadan birontasi chiqib qoladi. Misol uchun, men bu yerda ham normal TNT da ham Lucky'si bor edi, mana do'stlar. Misol uchun buni portlatgan paytimiz mana shu ichidan birontasi portlaydi. Demak, bu ham qiziqarli tuyulyapti do'stlar. Mana bu demak bu shart emas do'stlar. Yaxshi, demak, o'zi Sahara, mana qiziqarliroq. Portlatib ko'ramiz do'stlar. Demak, mana shu yerga birinchi. Wow do'stlar. Buni effekti hammasidan ko'ra mashina effekti menga yoqdi. Va endi portlasa demak, wow, portlashi ham menga yoqdi do'stlar, yomon emas. Demak, bu yerga Firewalk TNT'sini ancha farq qilar ekan. Demak, mana bundan sal kattaroq ekan, sal emas, ancha kattaroq ekan. Keyingisi Ser bomba. Bu ham menga qiziqarli tuyuldi. Effekti, demak, bu do'stlar yo'q bo'lib qoldi qanaqadir. Yo'q bo'lib qoldi. Wow! Qanaqadir atom bomba. Menimcha portlasa kerak do'stlar. Hozir do'stlar portlaydi, to'g'ri bo'lmasa bo'lmaydi. Sel bomba ekan do'stlar. Good TNTdan. Menimcha do'stlar qotib qoldi, adashmasam. Hozir biz qotib qolgan yoki qotib qolmaganini hozir time set qilib bilamiz. Demak do'stlar, menimcha qotib qoldi. Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar. Qotib qoldi do'stlar, kompyuter qotdi. Bu demak nuklear ekan do'stlar. Kislotali. Men kutganim kislotali kattagina bomba ekan. Do'stlar. Bu 2000x li 3000x desak ham bo'ladi. Juda katta portlash bo'ldi. Demak do'stlar, bedrockgacha ham bo'lgan ekan. Yomon emas. Demak, kislotali ob-havo. Lajmanda ham kislotali ob-havo 2 daqiqa va bo'ldi do'stlar. Demak, bu bomba menga do'stlar qiziqarli, bekor qiziqibman. Qanday do'stlar, mana bu yerda kislotali narsalar qandaydir. Bosh aynalyapti do'stlar. Demak, agar survival rejimda bo'lsam, allaqachon o'lib ketgan bo'larman, yana bilmasam. Demak, uzoqroqda endi reset TNTni qilamiz. Menimcha reset TNTni mana shu atroflarda qilsak. Demak, bu misol uchun portlatgan narsalarimizni reset qilsa kerak. Demak do'stlar, bu o'ynaga reset TNT degan narsa portlamada va buning
oqibatida biza World'dan o'tib oldi, Minecraft bizani World'imizda o'tib oldi. Qandaydir muammo bo'lgani tufayli biza ushbu videoni davom ettirib olmaymiz. Lekin do'stlar, biza hozir yangi World'ni ochib davom etishga qaror qildik, lekin bundan oldin do'stlar, biza hozir videomiz juda ham cho'zilib ketishi shuning uchun do'stlar, videomizni ikki qismga bo'lamiz. Bu hozirchalik bu birinchi qismi va ikkinchi qismi do'stlar. Ushbu videoda tezroq 200 ta like qilsanglar do'stlar, biza tezroq ikkinchi qismini chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek men blogerman, ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar do'stlar. Xayr do'stlar.